Siz meni yaxshi taniysiz. Men yangi olamdanman. Xo'sh, men kimman? Men Samsung Galaxy S6 man. Aslida men tezkor quvvat olish uchun yaralganman. Ajoyib, shunday emasmi? Ayrimlar quvvat olish uchun ko'p vaqt sarflaydi. Mendan farqli o'laroq albatta. Mo'jizalarni kim ham yoqtirmaydi deysiz? Ulardan birini qarshi olishga tayyormisiz? Bum! Simsiz quvvat manbai. Bu aynan siz uchun. Quvvat olishga sarflanadigan vaqt shunchaki ul-bul tanovul qilib olguncha o'tib ketadi. Yana buyurtma berasizmi? Yo'q, rahmat. Omon bo'ling. Xo'sh, endi mana buni bir ko'zdan kechiraylik-chi. Siz quvvat sarfini avtomatik sozlash haqida eshitganmisiz? Yo'lda ketayotganingizda avtoulovingizda yoqilg'i kam qolsa, siz uni tejash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solasiz. Shundaymi? Menda ham xuddi shunday. To'g'ri, barcha dasturlardan 100% foydalana olmaysiz. Lekin aloqada qolish uchun sizda yetarlicha sharoit bo'ladi. Ha aytgancha, mobil uskunangiz uchun qo'shimcha akkumulyator ham foydadan xoli emas. Ko'rib turganingizdek, men haqiqatan ham juda ajoyib va betakrorman. Orzular ro'yobi mendan boshlanadi. Samsung Galaxy S6. Kelajak shu yerda.